kutilmagan natijalar bo'lib ketyapti aka. Shu uchun O'zbekistonda birinchilardan bo'lib qildik deb o'ylayman bu proyektni. Pul narsani qadri ham yo'q deb o'ylashadi. Kursga pul topsa, shotga pul topolmaydi, shotga pul topsa, kursga pul topolmaydi. Juda ham ko'pchilik endi hozirgi kunda deylik minus ko'ribdi. Tradingni asl yuzini ochib beramiz, xudo xolisa. Shuni savdo qilgan qo'rqyapman deyapti. To'g'rimi? Assalomu alaykum hammaga. Mana sizlarga etga yangilikni ham xudo xolisa boshlab oldik. Siroj ukam bilan. Xudo xolisa, Siroj ukam tanimaganlar, meni auditoriya ham tanimasa, 7 yil, 8 yillik tajribaga ega trader. 2020-yildan beri, 2020-yillardan beri tanish biza, birga mana shu trading olamida. To'g'ri birga videolar qilmaganmiz, boshqa qilganmiz, lekin yaxshi aka-uka biza. Mediada bo'lmasa ham o'zi aka-uka biza hozir endi Bek, Siroj qilib uchalamiz совместный yangi proyektni boshladik. Bekda ham hammalar taniysizlar. Shu 2020-yil ofis ochgan, birga Bek bilan ish qilganmiz. Shunaqa, xudo xolisa. Mana shu videomizda to'liq mana shu yangi proyektimiz haqida, qanaqa o'zi boshlanib, nima uchun bu qarorga kelganligimiz haqida sizlarga to'liq xudo xolisa tushuncha beramiz. Siroj, hammaga xayrli kun, Shohrux akam muxlislari va Shohrux akam kanalidagi obunachilar. Biz ham aynan o'sha aytib o'tganlaridek 2019-yildan beri bu sohada faoliyat yuritamiz. Endi har qancha bu sohaga kirgandan keyin psixologik tomonlama va texnik tomonlama, har xil tomonlama kuchli bo'lar ekansiz va shu tomonlarimiz bir-birimizga, qadriyatlarimiz bir-biriga to'g'ri kelgani uchun Shohrux aka bilan men va Asilbek va Shohrux aka uchalamiz aynan bepul offline darslikka start berishga qaror qildik va biz kutilmagan natijalar bo'lib ketyapti aka. Bir kunning o'zida 200 taga yaqin odam yozilib ketdi. Chunki mana hamma bilimga ehtiyoji juda ham yuqori ekanki, endi misol bunda o'qiydi, endi hammani xohishi o'zida, xohlaymizmi yoki yo'qmi. Bugun mana ikkinchi kunki, bizda o'sha 4-gruppa to'layaptiki, xudo xolasa 10-iyulgacha-da startimizni. Xudo xolasa 10-iyulgacha start qilamiz. Endi asosiy maqsad mana bolalarga endi keling deylik, ketma-ket tushuntirib o'tsak aka, deylik, nima uchun mana ko'pchilik har xil fikrga boradi-da, deylik, bepul narsani qadri ham yo'q deb o'ylashadi-da. Qanaqa darsliklar o'tasizlar deb tushuntiradi, o'shanga deylik, siz tushuntirib o'tasiz variantlaringiz va xudo xolasa o'zim tushuntiraman. Xullas, biza nima uchun bepul qildik degan savolga birinchi ko'plar hamma har xil fikrlar bildiryapti, boshqa qilyapti. Agar mana shu trading olamini kuzatib yurgan, qiziqib yurgan yoki shu soha ichida yurgan odamlar haqiqatdan biladi O'zbekistonda nimalar bo'layotganini. Hamma bir-birini to'g'risini aytsa, bir-biriga tashlash qilib, bir nimalar qilyapti. Kurs samigilarni kimdir ko'proq kurs sotish maqsadida bo'lyapti deb o'yladik bu narsani. Shu uchun O'zbekistonda birinchilardan bo'lib qildik deb o'ylayman bu proyektni. Massiv katta masshtabda qildik biz. O'zbekiston bo'yicha xudo xolasa ofislarni ochib, imminni bu soha haqida hammalar har xil tushuncha. Nima uchun bu proyektni qildik? Haqiqatan bilmagan odamlar shu sohani besplatni o'rganib, shu sohani ichini ko'rib, yoqsa, dal shu sohada davom etishi yokida yoqmasa, bu soha menga to'g'ri kelmas ekan deb chiqib ketishi uchun bemalol hech qanaqa to'lovlarsiz kelib o'qishlaringiz mumkin bo'ladi-da bu narsaga. O'zlaringiz tushunasizlar trading sohasi qanaqaligini. Chunki hammadan eshitasizlar har xil. Chunki o'zbekda biz uni gapini eshitamiz, buni gapini eshitamiz. Chunki unaqa fikrimiz o'zgarishi mumkin. Ko'plarning fikri chalg'ib ketgan. Ikkinchi masalasi Siroj, mana haqiqatan odamlar mana kursga pul topsa, shotga pul topolmaydi, shotga pul topsa, kursga pul topolmaydi. Mana shunaqa qilib qiynaladigan. Chunki bu sohaga o'zi shu qiyinchilikdan o'tadigan, qiyinchilikda yurgan odamlar kiradi-da bu sohaga. Unaqa bir hayotda boshqacha bir o'z hayotini o'zgartirish uchun yokida hayotini qanaqa desam, noldan ko'tarilishini xohlaydiganlar, boshqacha hayotni orzu qiladiganlar. Chunki vaqtida o'zimiz ham Xudoga shukr uni orzu qilib, birovlarni ko'rib, birovlarni kuzatib, shuncha yildan beri shu sohada biza past balandini ko'rdik sohani, to'g'risi. Siroj, sizni o'zingizdan mana yangi mana keladigan o'quvchilarga maslahatingizni bering. Mana shu nima uchun mana bepul qilyapmiz? Bepul narsadan qanaqa qilib unumli foydalanish kerakligi haqida siz ham aytib o'ting. Xo'p, hozirgi kunda juda ham ko'pchilik endi natija xohlayapti. Natijani mana biz ko'rsatib beramiz sizlarga. Chunki faqat bu o'zini talablari bor, shu talablarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Endi ba'zi bir joyda kursga borsanglar,
Hattoki endi dars zadaniyalarni tekshiradimi yoki uni bilmayman, yokida qaysidir vaqtda ustozni ayblashga to'g'ri kelib qoladi, yokida o'zinglarni qanaqadir aybinglar sabab deylik tradingga bir muddat faqat minus turish holatlari bo'lib qoladi. Ishoninglar, sizlarga fantastika ko'rsatib bermaymiz, shunchaki tradingga haqiqatlarni ko'rsatib beramizki, bu yerda networking ham almashtirib olasizlar deylik. Networking bu bilasizlar o'zingizlar fikr almashuv, ya'ni qanchalik ko'p fikr almashsa, qanchalik ko'p foydaga chiqqan odamlarni deylik ko'proq kuzatib boraversanglar, mana orzu havasinglarni o'sha deylik foydaga chiqqan odamlarni yo'li bilan bog'lab boraverasizlar. Shuning uchun biz sizlarga maksimum mana Shohruh aka bilan biz o'sha yerda bo'lamiz o'zimiz, ha. Albatta hamma narsani Tashkillashtirganimiz asosiy maqsadi o'zimizni hatto deylik erishgan foyda yutuqlarimizni vizualnistda traderlar aynan ko'rish qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida biz o'zimiz borib ko'rsatamiz. Har bir informatsiyalarimizni, har bir savdo prinsiplarimizini, har bir psixologik deylik kombinatsionniy o'sha savdo qilgan uslublarimizni har birini ketma-ketlikda ko'rsatib boramiz. Juda ham ko'pchilik endi hozirgi kunda deylik minus yuribdi. Hech bo'lmasa minus emas, o'sha narsani nolda saqlab yurishni o'rgatsak ham biz qaysidir ma'noda juda katta muvaffaqiyat. Qanchadir vaqtdan keyin o'sha foydaga chiqish prinsipini ham, formulasini ham o'zingizlar даже ega bo'lib olasizlar. Chunki bozor nepredskazomiya, qayerga ketishini aniqlay olmaysizlar. Bu narsani aniqlashning yagona yo'li faqatgina risklarni kontrol qilsanglar, qaysidir vaqtda deylik yaxshi foydaga chiqish imkoniyatingiz bo'ladi. Umumiy tushuncha berib o'tiladi, to'ppa-to'g'ri. Tradingni asl yuzini ochib beramiz. Xudo xohlasa shu narsaga harakat qilamiz. Bu degani tekin dars ekan, sifatsiz. Sizlar mana bunaqa narsada kelasizlar, o'qiysizlar. Har bitta jarayonlaringizda, har bitta ikkita darslaringizga o'zingiz kirib, nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, so'roq savol, nima natija qilyapsan, nimada muammo bo'lyapti. Albatta hamma bilan individualniy suhbat qilamiz. Nima, qayerda muammo? Chunki ba'da juda katta shotlanib slif qilgan odamlar ham kelyapti. Haqiqatan sababi o'zi samouchka o'rgangan, puli bor, ishlaydi. Keyin bozorda haqiqatdan misol nima deydi, fundamentalniy analizni qoldirib, faqat texnik analiz bilan ishlaganlar haqiqatdan постоянно yutqizadi universitet. Chunki bu universitetlar hammasi bir-biriga chambarchas bog'liqda, bog'liqlik tomoni juda katta, o'zingiz bilasiz. Keyin ular keladidan keyin bizga mana shunaqa bo'lyapti, ko'plarda mana ko'ryapsiz. Savdo qilgan qo'rqyapman deyapti. To'g'rimi? Analiz qiladi, savdo pozitsiya ochmaydi. Nima uchun o'shanaqa narsa bo'ladi? Bu narsalarga xudo xohlasa maksimal darajada yechim topamiz. Keyin iloji boricha yozilib ketganlar, birozmi 300 ta bo'lib qolgan o'zi. 300 ta yaqin bo'lib qoldi. 2 kun 3 kun bo'lmay start berdik. Odamlar erinmasdan viloyatlardan kelib yozilyapti. Bu narsalar xudo xohlasa ishonchlaringizni oqlashga harakat qilamiz biz. Sababi juda katta proyekt. Ki viloyatdagilar yozyapti. Viloyatga ham xudo xolasa har bitta viloyatdan ham ofis ochib berib, o'sha yerga mentorlarni qo'yib, shunaqa sharoit qilamizki, xudo xolasa o'shalardan ham traderlar yetishib chiqishi uchun. Shu maqsadimiz shu bitta, shu odamlarga shu tradingni to'g'ri targ'ib qilib, to'g'ri tanitish bo'ldi. Bir hech qanaqa bu manfaat bag'da orqasida manfaatimiz, bitta manfaati yutug'imiz bizani ichimizdan millionerlar, milliarderlar chiqsa ana shu bitta katta yutug'imiz. Chunki birga ishlaymiz. Mana shu aytaylik, 1000 ta odamning ichidan bitta ikkita haqiqatan zo'r traderlar. Sababini IQ degan narsani o'zlaringiz ham bilasizlar, ko'pchilik tushunadi. Oramizda IQsi yuqorilar, mana O'zbekistonda aytaylik, yoshlarda IQsi yuqorilar juda ko'p potensiallari. Mana hozir internetda qarab turamanda, qanaqadir ixtirolar qilib tashyapti-da yosh bolalar. Haqiqatan bor-da bunaqa talantlar. Xudo xolasa mana shunaqa urinlarni ko'zlab bu narsani maqsad qilganmiz. Negativlar kam atak bizaga. Negativ kam. Ko'plar endi bitta ikkita bar любой joyda orada bo'ladi. Negativ bildirishdan oldin sizlar birinchi yaxshi deb o'rganinglar. Mana kecha bitta odam keldi, почти 10 post qo'ydim men Instagramimga. Почти 10 yillik stajga ega ekan, bir 55 yoshli inson keldi-da, tekshirgani kelibdi bizani. Haqiqatan deyapti, "Siroj siz yo'q edingiz, men o'zim suhbat qildim ular bilan." Aytayapti-da, haqiqatan shu narsa rostmi? Buni tagida nima borligiga qiziqib kelganda, mana odamlarimiz befarq emas-da biz qiladigan ishimizga boshqa. Ya'ni oxirida videoga qo'yib ketsang bo'ladi, duo qilib, anaqa rahmat aytib ketishdi. Men aytdim, "Обязательно taklif qildim, kelib turing, billa zo'r odam ekan. Xudo xolasa ko'rib turgan bo'lsangiz, kommentariyaga men bordim yozib qo'ying odamlarga." Vot, shu uchun bu narsani to'g'ri qabul qilinglar. Biz harakat qilyapmiz sizlar uchun maksimalni. Kimdirlar anaqa deyapti, misol uchun broker bilan shartnoma qilingan, boshqa shunaqa degan narsalar yozyapti, bizning asabimizga o'ynayapti. Sababi nima uchun?
odamlarga bir qanaqadir bir yaxshilik qilmoqchi bo'lsa ham bag'da shtobi общий tushuncha beruvdik-da broker haqida ham shaqda odamlarga. Mayli, qisqacha tushuntirib o'tdim. Brokerda, любой brokerda aytaylik, referalka degan narsasi bor. U narsani любой odam uchun ochiq. Любой odam kirib bu narsani referalkasini tarqatishi mumkin. O'zinglar ham so'rab Lekin olishinglar biza, mumkin. u narsani o'zlariz ham, bu narsa bir yoshirib, sekretli narsa emas-da o'zi buni olib qaraganda. Lekin biz o'sha referalkani ham qo'ymaymiz, kerak bo'lsa. Nima uchun? Shtob odamlarni yig'ib, odamlarni slivdan pul ishlab boshqa signal kanal ham bermaslikka harakat qilib, biz signal ham bermaymiz, kerak bo'lsa. Odamlarga общий ведение bozor bo'yicha ogohlantiramiz, qanaqadir xavf bo'lsa, qanaqadir katta yurish bo'lsa, qanaqadir katta novostiylar bo'lsa, shtob sizlar tushunishlaringiz uchun o'zimizda o'qib chiqqan treyderlarni торговый комнатада ishlaydi. O'sha narsada полностью o'zimiz kurirovat qilamiz u narsani. Qanaqa qilib kurirovat qilamiz deganda, mana торговый комнатада 100-200 soat обязательно o'qib chiqdi yoki bo'lmasa o'zimizda hozir o'qimagan o'quvchilar ham kelyapti, shotlar bor, savdo qilamiz, savdo qilgimiz kelyapti komandangiz bilan deyapti. Bularning hammasini торговый anaqaga komnataga tiqyapmiz. Savdo xonasi deydi. Bu yerda faqat o'sha o'qib chiqqan odamlar ham o'zini yonida o'tirib o'qigan odamni rezultatini o'sha yoqqa kirib ko'radi. Qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti? Chunki sababi unda o'xshamaydigan bo'lsa, yonidagida o'xshaydiganini ko'radi. Значит, o'zimdagi ayb degan narsani tushunish yetish uchun bu narsani qilyapmiz. Bu oddiy proyekt bo'lmayapti. Iloji boricha mana shunaqa negativlar yozmanglar. Qanaqa desa maksimal darajada sizlarga foydali bo'lishligi uchun shu narsani qilyapmiz. O'zimiz mana aytaylik bitta отдельный buni ham aytib o'tdik, bitta отдельный shot qilib qo'yganmiz. Shtobi shu proyektni поддержать qilishligi uchun, shtobi o'sha narsani biz o'zimiz yurg'izamiz u shotni. Shtobi mana shu proyektni ofislarning arendasi anaqa, chunki unaqa mentorlarning puliga va hokazo xarajatlariga bitta обязательно bitta shot qilib qo'ydik shu narsa uchun. Sababi shtobi bir shunaqa moment kelib qoldi. O'quv kurslar agar Zora O'zbekistonda pulli o'quv kurslari yo'q bo'lib ketsa biz xursand bo'lamiz. To'g'rimi? Shunaqa. Sababi odamlar ikkilanib boradi. To'xta, buni kursi buncha ekan, bunda hozir o'qisam foydaga chiqamanmi, yo'qmi? Sizlar o'qib ko'ringlar. Bu shtobi sizlar tushunishlaringiz uchun tradingda bitta shu bazaviy знание bor. O'sha bazaviy знанияni любой трейдер beradi. Qanaqadir sekret degan narsa yo'q bu yerda. Bu narsani optidan kelib chiqqan holda bozorda his qilgan holda ishlab ko'proq foyda qiladigan odamlar bo'ladi. Haqiqatdan bir so'rash rostdan yo'qda, sekret degan narsa yo'qda. Vaqda ko'plar sekret oqtaradi. Sekret yo'q. Bu yerda faqat logichnik harakat qilish kerak bo'ladi. O'zi chunki bizda tanlov faqat ikkita, yoki yuqoriga o'samiz yoki pastga harakatlanamiz. Bo'ldi. Mana shu ikkita tanlov o'rtasida bizda deylik kombinatsiyalar tuzamiz. Bu yerda sekretni nimadir tam, sekret bo'lganida stop loss bilan take profit degan tushunchalar bo'lmasdi agar umumiy hisobda olib qaraymiz. Shuning uchun oddiy narsani qabul qilinglar. Mana idealniy narsani qidirishga harakat qilmanglar. Qo'linglardagi oddiy narsa ham ishlashini biz kelganinglarda konkretni ko'rsatib beramiz. Chunki sizlarning xayolinglar har doim har tomonda. Kimdir bir qism ortiqroq foyda qilib qo'ysa, o'sha tomonga qarab ketaverasizlar. Unaqada qachon sizlar ko'karasizlar, misol uchun deylik. Ya'ni qilgan daromadingizga ko'nish degan tushuncha yo'q. Ya'ni razniy odamlar keladi, deylik mana bor imkoniyatini foydalanib 500 yoki 1000 dollar depozit qilsa-da, yo'q, ya'ni depozit qiladida ushlaydigan punktaji bilan qiladigan daromadi bir-biriga absolyutni to'g'ri kelmaydi. Ya'ni kerakdan ortiq o'zi riskiga nisbatan foyda qilib bo'lgan, lekin yo'q, take profitga borish kerak degan tushuncha borda, yo'q. Endi yangiligida bu narsalar bo'ladi, lekin bu aksiyalarni ham mana ko'ryapmiz-da. Mana kelyapti, bitta bola haqiqatan oddiy bola kecha keldi, ko'rdingiz-mi? Misol uchun 500 dollardan aka 100 ming dollargacha ko'tarib, 10 ming dollarni eshitdim, qolganini sliv qilib qo'ydim deyapti. Haqiqatan mana bo'ladi potensiali, mana qanaqa desam, bu narsa bu sohada любой kutilmagan narsalar bo'lishi mumkin. Shuncha broker temasida fikrimni yakunlamadim. Shu uchun biz hech qanaqa broker reklama qilmaymiz, boshqa qilmaymiz. Mana o'quvchilar o'qib chiqqandan keyin baribir qanaqadir broker kerak-ku. Biza, misol uchun 5-6 ta broker, mana bular o'zimizning sinovlarimizdan o'tgan brokerlar, mana brokerlardan o'tsang bo'ladi deb xohlaganini o'ziga qo'yib beramiz. Xudo xolasa maksimal darajada brokerni qanaqa qilib tanlashliklarini har bitta обязательно bu narsalarni ko'rsatiladi, boshqa qilinadi. Bu degani qanaqa desam, anaqa qilmash kerak-da, odamlar bir noto'g'ri fikrga borish kerak emas-da bu narsa. Xolismi yoki yo'qmi, baribir registratsiya bu shunaqa narsaki, endi sizga aytib o'tishmoqchiki,
5 ta broker bu. O'zingiz xohlagan broker bo'ladi. Faqatgina biz mana Tushuncha beradi. 0 odam Bu kelsa bunaqa bilmaydi nima deyiladi. qilishni, вот, absolyutно Shunaqa. bilmaydi nima qilishni. Shtobi Shu narsada ham kurs beriladi. brokerdan ham, referalkan ham unaqa katta summa bermaydi. Misol uchun bittasi unaqa mashina olibdi, bittasi unaqa mashina olibdi, bu mashinadan odamlar orqasidan. Yo'q, unaqa shtobi sizlar tushunishlaringiz uchun mana traderlar ko'plar tushunadi. Bir lot оборот qilish uchun yangi kirgan trader aytaylik $500 shoti bilan, $500 shoti bilan 001 dan ishlasa ham 100 ta bitim ochishga to'g'ri keladi. 100 ta bitim necha kunda ochadi? Bir lotga $15 yoki uzoq zo'r borsa $20. Atak tillada $20 ham bermaydi. Любой brokerlarni tekshirib ko'rishlaringiz. Hamma broker условияsi bor. Qaysidir broker unaqa $20 dan ziyod bermaydi bir lotga. Bu bir lotga beradigan komissiyasi ham yoki spreaddan yokida komissiyadan beradi. Buni tushunmaydigan odamlar bor-da, buni esa yoki sizlarning pullaringizni olib bermaydi ularga ham. Shuning uchun birovlarni ham yomon ko'rmanglar. Mana bu referalkadan ishlayapti ekan degan narsani ham yomon ko'rmaydi. Buni ishtaga ochiq, hammaga ochiq narsa buni ishda. Kimdirlar bilan kelishgan holda qilmaydi buni ishlarni. Shtobi bu bizani ishimizga aloqa bo'lmasa ham tushuncha berib ketyapmiz. Maqsad shu, agar noto'g'ri tushunchada bo'lgan odamlar tushunchasini to'g'rilab ketishi uchun ham bu to'g'ri deb o'ylayman-da. Sirash to'g'rimi? Shunaqa. Ot shu. Maksimal darajada bizga aktiv ko'rsatinglar. Har bitta videolarimizga befarq bo'lmanglar. Jo'natinglar, repost qilinglar. Xullas yordam qilsin deb bilaymiz o'zlari tomonidan, to'g'rimi? Biz harakat qilyapmiz. Sizlar uchun harakat bo'lyapti. Shuni qadriga yetishga harakat qilaylik. Ha. Sizlardan maksimum qiladigan ishinglar nima? Misol, bizda umumiy 1000 ta, ya'ni balki 1000 tadan ham oshiq bo'lar. Bu narsani biz bilmaymiz приблизительно. Lekin minus yurgan tanishingiz bo'ladigan bo'lsa, ertaga barib xayolida pul topsam kimnidir borib o'qiyman deydi. Ot imkoniyat. Kelinglar o'qinglar, o'zinglarni sinanglar. Agar hech narsa yo'qotmaysiz. qo'lingizdan nimadir kelsa, kelinglar o'qinglar-da, mana shu yerda natija qilishga harakat qilaylik. Chunki bu yerda hamma natijaga erishgan odamlar keladi qaysidir ma'noda. O'sha 1000 so'm puli bo'lsa ham, 10 ming so'm puli bo'lsa ham o'sha foydasini ko'rib ketasizlar. Hech bo'lmaganda o'zingizlarga tushuncha olasizlar. Ha, mana men bu yo'ldan ketsam agar foyda qilish imkoniyatim bor ekan. O'zingizga noto'g'ri sifralar yoki noto'g'ri illyuziyalarni kiritmaysizda. Shu to'g'risida ham aynan yaqininglarga uzatinglar, обязательно. Nimaga? Chunki qanchalik ko'p odam bo'lsa, shunchalik effekt bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shuna qaysidir noto'g'ri ma'noga borib o'tirmanglar. Shu ertaga kelganinglarda o'zingizlarni ko'zinglarning oldida ko'rsatib, bizda xudo xolisi har biringlarni natijaga chiqarishga bo'lmasa ham hech bo'lmasa sohani haqiqiy mohiyatini, natijalarini qo'yib boramiz. Sababi bu yerda qanaqa desam, bitta o'quvchini misol uchun yolg'ondan bir qanaqadir bir narsa yasash boshqa narsa, lekin 1000 ta odam ichida bitta o'qib chiqqan odam hamma taniydi. Buning ustidan yolg'on yasab bo'lmaydi-da, demoqchiman. Xudo xolasa har bitta foyda qilgan nimani qilibdi-ku. Sizlarda ham shunaqa imkoniyat bor-ku, sizlarga bir xil imkoniyat berildi-ku. degan narsa bo'ladi, to'g'rimi? Xudo xolasa maksimal darajada bizani agar shu oxirigacha kuzatgan bo'lsanglar, rahmat. Aktiv bo'linglar. Qisqacha tushuntirib o'tdik. Ha, rahmat Shohruh aka. Xudo xolasa hammaga unumli bo'ladi deb o'ylaymiz. Obunachilaringiz to'g'ri qabul qiladi degan umiddamiz va o'sha gap. Yaqininglarga uzatinglar, qo'llab-quvvatlanglar, like qilinglar, repost qilinglar va обязательно kommentariyalarni yozib qoldiringlar. Biz har bir kommentariyani o'qiymiz. Hammaga rahmat, charchamanglar.